Mardon aka, biron kishi bormi? Xormang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling bolam, keling. Ahvollaringiz yaxshimi, aka? Rahmat. Sog'liklaringiz yaxshimi? Xudoga shukr, rahmat. Ha, bu ishlar bilan charchamayapsizmi? Rahmat bolam. Ha, bu o'zingga ham ishlaring yaxshimi? Yaxshi, Xudoga shukr. Ha, tinchlikmi? Ha, men mahalla yoshlar yetakchisi bo'lib ishga keldim. Ha, yaxshi. Yoshlarni xatlovda o'tkazyapman. Ha, yaxshi. Ha, bir do'stimni xabar olay deb kirgandim. Ha, do'stimni o'zi qayerda, aka? Hey bolam. Do'stingning ahvoli juda abgor. Boshidagi ishlari yaxshi edi. Qandaydir qumorga qo'shilib qolib, bor budidan topgan tutganini shu qumorga tikib yubordi. Mashinasini ham, o'zi ishlab turgan yerini yarmini ham sotib, shu qumorga tikib yubordi. Mana ichkilikka berilib, ro'zg'ordan ham, oiladan ham baraka ketdi. Shundan beri kelinim, nevaram uydan ketib qoldi. Uyda fayz baraka yo'qoldi, bolam. Do'stimni o'zi qayerda? Uyda bir oydan beri ichgan holatda yotibdi. Bir maslahatingiz kerak. Amaki, siz xavotirlanmang. Hammasi yaxshi bo'ladi, amaki. Yaxshi bo'lardi. Yaxshi bo'ladi, xolos. Xudo xohlasa. Qani, qayerda yotibdi do'st? Uyda, kiring bolam. Ish qilib oxiri baxayri bo'lsin-da. Jasur. Shu yerdamisan, do'stim? Jasur. O Jasur. Do'stim, esingdami yoshligimizda ikkimiz hali katta odam bo'lamiz. Bir-birimizga yordam beramiz. Hech qachon ayrilmaymiz deb va'da bergandik. Lekin hozirgi holatingni ko'rib seni tanimay qoldim. Kollejni bitirib, men o'qishga kirdim. Sen uylanding. Qanday farishtadek oilang bor. Kuni kecha amaki deb yugurib kelgan qizingni ko'rdim. Qizing xuddi o'zingdek bo'libdi. Biram shirin. O'qishga ketmasimdan oldin bir binoyidek yurganding-ku. Hovlingda dehqonchilik qilib, adashmasam mashina ham olganding. Ha? Bu yotishing nima, do'stim? Ahvolingga qara. Qali imkon bor. Yoshlarga qancha yordamlar ko'rsatilmoqda. Agar xohlasang, dehqonchilik qilishing uchun yer kerak bo'lsa, yordam beraman, do'stim. Ket. Do'stim, o'zingga kela qol endi. Meni tinch qo'y. Mayli do'stim. O'zingga kelsang, yonimga o'tirsan. Qishloq boshidagi mahalla yoshlar yetakchisi bo'lib ishlayman. Zo'rmi? Yaxshimisan? O'qishlaring yaxshimi? Dadajon, men sizni sog'indim. Men ham seni sog'indim, ona qizim. Menga yetakchi amakam Ibrat Akademiya ilovasini yuklab berdilar. Unda Superstart xizmatida gaplashsa bo'lar ekan. Yo'q. Ingliz tilida gaplashishni o'rgandim. Oh, yana